bu yoqqa nima qilishimiz kerak, shunga yarasha ish qilishimiz kerak. Haligi rahim berdi demasan, o'g'lim deyaptimi? Doim o'sha o'g'lim degan gapni eshitib qolgan odam nima qiladi? Ko'chadagi to'g'ri gapni eshitib, "Ya ota, siz kecha bunaqa desangiz, yolg'on gapirgan ekansiz-ku" deydi. Desa, o'g'lim nima edi? Rahmat, bu yoqqa o'tirdi" deydi ikkinchi safar. "Sen qanaqa ahmoqsan sen" deydi. Alloh taborak va taolodan biz bu yil qish kelishini xayrli, barakali, yaxshi bo'lishini so'rashni o'rniga odamlar aytayapti, bozorda oltin o'tsam, bu yil qish chatoq bo'lar ekan. O'tgan yilga ham halol bo'lib qolar emish. Nimaga? Odamlar aytdi deyapti. Demak, nima bo'lar ekan musulmon kishi? Bismillah, musulmon odam unaqangi anoyi bo'lib, to'g'rigan gapni gapiravermaslik kerak. Nima uchun? Xudoy taborak va taolo ertaga u dunyoga borganligimizda, bu dunyo imtihon, hisob dunyosimi? Savol dunyosi, hisob dunyosi emas. Bu dunyoda Alloh taborak va taolo siz bilan sinov dunyoga qo'yib qo'yibdimi? Og'zimizdan chiqqan har bitta gapga biz oxiratda javob beramiz. Bu kuz kelishi oldi biz bu gapni gapirganligimiz sababi kim agar bu yil qish juda ham qattiq kelar ekan desa, Xudoning nomidan gapiryapti va Xudoga tuhmat qilgan kishi bo'ladi. O'shani bilib olaylik. Shunaqangi betamiz gapni gapirgan odamlarda darrov og'zini yopish kerak. Xudoning ishiga aralashmasin. Undan ko'ra daladashdagi ekin-tekinni yig'ib olgin, bo'ldi, tamom. U qishni qattiq keltiradimi, yumshoq keltiradimi, qor yog'diradimi, yomg'irmi yoki uni o'rniga tosh yog'diradimi, u Allohning ishi u. Joylarda bo'lyapti-ku. Ha? Qor yomg'ir o'rniga tosh yog'yapti-ku. Payg'ambarlar davrlarida to'liq bulut kelib minal mu'sirot deydi. Mu'sirot degani o'sha yog'ishligi 100% aniq bo'lgan bulutni otini shunaqa deydi. Tug'ruqxonaga borgan xotin doyalar bo'ldi deb uni holatini ko'rib, hozir bu chaqaloq qiladi deydilar-ku. O'sha yomg'irni yog'ishi aniq bo'lgan bulut bilan o'sha ikkalasining lug'ati shunaqa kelgan arab tilida. Demak, payg'ambarlarda avvalgi o'tgan payg'ambarlar zamonlarida xalq Xudoning nomidan ana shunday yomon gaplarni gapirishga o'tib ketganda, Xudo taolo shu narsani ko'rsatib qo'ydi ularga. Shunday bulut kelyapti-yu, mana hozir yomg'ir yog'adi. Ey payg'ambar, sen bizga noto'g'ri gap gapirgan ekansan. Chunki Allohdan qo'rqinglar. Alloh taolodan qo'rqib itoatda, taqvoda yashasanglar, Alloh taolo ustlaringdan baraka yomg'irni yog'diradi, yerdan rizqingni undirib chiqaradi deganda ular payg'ambarga aytgan teskarisini qildida, osmondan kelayotgan bulutni ko'rib, "Ey payg'ambar, mana" dedi. "Sen aytgan gaplar noto'g'ri ekan-ku, biz Xudoga itoat qilmasak ham bulut keladi, mana hozir yomg'ir yog'adi" turganda, bulutning o'rniga, o'sha yomg'ir o'rniga bulutdan olov yog'gan joylari bo'ldi. Tosh yog'gan joylari bo'ldi. Natijada bir katta qavm, bir katta el yo'qib ketgan holatlar bo'ldi-ku. O'shuning uchun endi kuz kelgandan keyin qish keldida degani bu Xudoning nomidan gapirmaylik. Qishda o'rniga yoz ham bo'lib ketishligi mumkin. Bir paytlar bo'lmadimi? Qishda chillasida 20 gradus, 25 gradus issiqlar. Ana hayotdan hammamiz ko'rib kelyapmiz-ku. Aniki yana bunga ham chidolmagan haligi notavon odamlar nima deyapti? Qish qishligini qilsa dayin deyapti. Xuddiki bu odam odamligini qilib qo'yganday. Shuning uchun bir-birimizga bu endi hammamiz uchun bir ogohlik bo'lsin azizlar. Xudoning ishiga aralashib qo'yib qo'ymaylik. Xudo taolo bizga o'zi buyurgan ishlar bor. Shu buyurgan ishni labbay deb qabul qilib o'shani qilaveraylik. Otamiz bir ishni buyursa, otamizning ishini biz muhokama qilib, "Ota, endi qo'yingda mana unday qiling" desa, otaga yoqadimi? Kommandirning ishini muhokama qilib bo'lmaydi-ku, oddiy. Endi Xudoning ishini qanaqa muhokama qilib bo'ladi? 5 mahal ibodat qilinglar, shukrona qilinglar desa, bir mahal o'qisa qanday bo'ladi desa, shunga o'xshagan gap bu. Alloh ma'no bersin. Nasta'uzubillah. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'an. Alloh taolo Baqara surasida shunday xitob qildiki bizga, huvallazi, sizlarni yaratgan Alloh shunday zotki, sizlar uchun yerdagi barcha narsalarni yaratib qo'ydi. Sizlar uchun deyapti Xudo. Sizlarni yaratgan Robbilaringni tanib olinglar. Bu bandalar, sizlar uchun Robbilaring yer yuzida sizlarga nima kerak? Hammasini yaratib qo'ydi deyapti. Suv kerakmi? Mana suv bor. Kislorod kerakmi? Mana kislorod bor.
Hamma biz inson uchun hamma sharoit yer yuzida yaratilgan. Yer yuzida sharoit yo'q ekan, endi Marsga qarab ketdik degan gap yo'q bu yerda. Hamma narsani Alloh taolo Qur'onda mana bizga xabarini berib, sizlar uchun mana hamma narsani yaratib qo'yib qo'ydimmi? Endi sizlar ham ey bandalarim, meni aytganimni qilinglar deyapti. Odatda biz pulga taqalgan narsalarni ko'rib, nech pulligini bilib kelyapmiz-da. Mana hozir kislorodda nech pulligini biz bilmaymiz. Lekin o'sha havoz yo'q joyga borib tushib qolaylik-da, havoni ko'rib qanaqa bo'ladi. Agar chini bilan hozir mana shu bizni atmosferamizda o'sha kislorod bo'lmasa, yoqni gurtingiz yonmaydi. Agar kislorod sal oshib ketib qolsa, mana hozir olimlarning nasl bo'yicha kislorod bizning atmosferamizda 76% kislorod bor ekan. Agar o'sha 76% kislorod 80% ga chiqib ketsa, yoqqan olovingiz o'chmas ekan. O'chmay turaverar ekan. O'sha uchun ba'zi sayyoralarda, mana Marsga o'xshagan sayyoralarda umuman olov o'chmaydi. Faqat kislorod o'sha yerda ko'pligini evaziga. Agar o'sha 76 pasayib 70 ga 65 ga tushib qolsa-chi, har qancha pulang yoqing, olov yonmas ekan. Kim qilib turibdi deb o'ylaysiz bu narsalarni? Alloh tabolak va taolo qilib turibdi-da buni. Buni bir olim qilib qo'ygani yo'q, ha, yoki bir muhandis bu narsani yaratib qo'yganligi yo'q. Ana endi ikkinchi bir oyat karimada esa Alloh taolo yana bizga buyuradiki, nasauzubillah, "Va laqad makkannakum fil ardi va ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun." Ey bandalarim, sizlar Yupiterga, Marsga, Saturnga, Oxagoza sayyoralarga borib avvora bo'lib yurmanglar. Ularda birontasida yashab bo'lmaydi. Faqat yashash uchun biz yerni moslashtirib qo'ydik deydi. Mana yer sayyora faqat yashash uchun faqat yer sayyorada o'sha narsalar bor ekan. Suv, havo, quyosh, olov, tuproqdagi o'limdorlik, hamma narsa faqat yerda bor. Mana bugun ba'zi bir o'zicha ixtiro qilib yangilik topaman deganlar oyga uchyapti, Marsga uchyapti, falon joyga uchyapti. Bo'lyapti, bugun pul ko'paygandan keyin odam ko'p ish qilgisi kelaverar ekanda. Lekin Alloh taborak va taolo bizga buni ogohlantirib qo'ydi. O'zi umrlaring qanchagina senlarda? 70-80 yil umr ko'ryapsizlar, men oxirat ummati. U 70-80 yil umr degani ko'zni bitta ochib yumguncha o'tib ketdi degani u. O'shanchagina umrda endi Marsga borishim kerak, yerdan bir gap bormikan? Hatto Yupiterni ko'rib kelgan o'sha yerga borib bir chorva parvo qilsak bo'lar ekanmi? Xotin bola chaqa qilsak bo'lar ekan, Marsga deb o'tirmanglar endi. Xotin bola chaqani ham shu yerda qilinglar, qo'yni ham shu yerda boqinglar, hamma ishni o'sha yerda qilinglar yerda. Nimaga? Ammo Alloh taolo o'zi yaratgan zot bizga aytayapti. O'zi yaratgan zot, men hamma mavjudotni, butun borliqni, koinotni yaratgan men bo'lsam, senlarga oson bo'lsa deb aytayapman men, ey bandalarim. Faqat yashash uchun yer moslashtirilgan. Sizlarga hamma narsa mana shu yerda bor. Xohlagancha yeyinglar, xohlagancha tirikchilik qilib ichinglar, yeyinglar mana shu yerda. Qolilan ma tashkur. Lekin sizlar shuncha narsani ko'rasizlar, ey bandalarim, shukrni kam qilasizlar deydi. Aslida mana shu yerda mufassir aytadiki, qolilan ma tashkurun, sizlar oz shukr qilyapsizlar degani bu umumiy gap emas ekan bu. Eng shukrni joyiga qo'ydim degan kishi bu yerda aytilyapti ekan. Eng shukrni joyiga qo'yib, hamma narsa yotsa ham, tursa ham, yursa ham Alloh deb yashab yurgan odam haqida ekan bu gap aslida. O bir kunda Beshimalda o'qib qolgan paytda bemalol oyat tushib yurgan kishi haqida emas ekan bu. 24 soat og'izdan Alloh tushmaydigan banda haqida ekan bu gap. O'shalar ham kam shukr qilyapsizlar deb shularga nisbatan aytilyapti. Endi siz bilan bizning shukrimiz endi ahvol qanaqa ekan? Shuning uchun Alloh taborak va taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin deb doim shu duoda mustahkam bo'lishimiz kerak. Yana quyidagi oyatda Alloh taolo bizga xitob qildiki, "Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Endi o bandalar yerni Alloh sizlar uchun xayrli ishlar qilsin, yaxshi ishlarni ko'proq qilsin deb yerni sizlar uchun shunaqa bir yaroqli holatga keltirdimi? Endi ey bandalarim, sizlar endi yer yuzida yomon ishlarni endi qilmanglar sizlar. Endi yer yuzida sizlar fasod ishni qilmanglar endi. Bu qanaqa fasod ish?
yer yuzini sizlar uchun yaxshi ishlarni qilsin deya biz shunaqangi tayyorlab yaral holatga keltirganligimizdan keyin yer yuzida endi fasod ishni qilmanglar degani nima degani desa, mana endi biz o'zimizni dehqonchasiga bu oyatni bir mulohaza qilamiz. Mana kuz keldi. Kuz kelgandagi eng katta birinchi bizni qo'yayotgan katta kamchiligimiz barxazonda yoqishi boshlandi. Kimlar uchun o'sha narsa moda bo'lib qolganda, ko'chada ketaveramiz, kelinchaklar chiroyli kiyinuvlardan o'zi mashinachaga nima o'sirdi? Shunday olib bir xoltaga solib qo'yib qo'ysa, agar shunday lapatkani olib yerga shunday ko'mib qo'ysa, u chirib ketadi shu. Ataylab shuni bir o'zicha tayyorlanib, madaniyat bilan shuni yoqib tomosha qilib turibdi. Bitta barchasini ustiga olib kelib, bu nima degani bu narsa? Buni o'rgatadigan qaynota yo'q. Buni o'rganadigan qaynona yo'q. Qaynotani ko'chadan vaqti bo'lmaydi, nahor osh, bu yoqqa obedda osh, kechqurun osh. Qaynona bechora gashtakdan qo'li tegmaydi. Bechora kelin nima qilsin? Mana shunaqa bo'lib qoldi ahvol. Nima uchun bugun Rossiyani havosini ham maqtaydi? Shveysariyani havosini ham maqtaydi. Falon joyda hammasi havosini maqtaydi. Nimaga O'zbekistondan bir paytlar shunaqa edi, bugun nega mana qolib qoldi? Ular barqazon yoqmaydi ular. Bizchi barqazon yoqayapsiz-da, unaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi, allergiya bo'lmay go'r bo'ladimi? Nafas asma bo'lmay nima bo'ladi endi ahvol? Xudoga shukr, masalan men asmam ham yo'q, Xudoga shukr. Allergiyam yo'q, lekin shu tutunni oldiga kelganda nafas qisilib qoladi. Endi eng sog'lom kishiman deb o'ylasam, misol o'zimda nafasim qisilib qolyaptimi? Endi bemor odam nima qiladi o'sha yerda? Holbuki hadis shariflar Rasul nima deyaptilar? Musulmon odam qanaqa bo'ladi? Haqiqiy original musulmon, ertaga Xudoning dargohiga borganda bu musulmon jannatga kirishga haqli deyiladigan musulmon shunday bo'ladiki, al-muslim, u muslim shunday bo'ladiki, uni qo'lidan, lisanihi va yadihi, qo'lidan ham tilidan ham hech kim ozor chekmasin uni. Musulmonni qo'lidan ham tilidan ham hatta harakatlardan hech kim ozor chekmasagina u musulmon. O'sha alodi biz qo'l bilan yoqyapmiz-ku. Agar endi voy qo'shni endi shuni yoqmang desa, nima qilay deydi endi. Tilam ketdi urardi uni. Nima qilay endi uyingizga borib to'kib kelaymi shu mojaro shantaj ketdi bu yoqqa. Voy mayli deysizda, endi nima ketasizda? Xudo insof bersin deb. Endi alhamdulillah hozir shu jumaga biz mana endi ko'chadan qo'yib turavering. Shu jumaga biz necha ming kishi turgan bo'lsak, biz o'sha ishni boshlaylik. Mayli o'sha haligi azgincha barqazonni yoqishga qiziqib turganlarga shu barqazonni menga ber deb olib ketaylik deb paketcha hozir hamma joyda paket tiqilyapti. Ha? Paket hamma joyda tutilyapti. Hozir shunday mashinadan oynani ochib otaveradi odamlarda. Parasot odamlar orasida ko'payib ketgan hozir. Oynani ochib otaveryapti. Hijolat. Shunda olinga o'sha barqazonni olib, mana hamma joyda musiqa tashlayotgan yoshlar qilingan. Qarangda, bu oddiy narsa aslida. Hozir kimda aytayotgan bo'lishi mumkin, bu domlaga boshqa gap qurdim, barqazon haqida gapiryapti, oyat hadisdan gapirsa deb. Oyat hadis bizga shuni o'rgatyapti. Barqazonda nima qilishni bilmagan odam oyatni qaydan tushunadi? Endi bu kuz keldi, hamma joy raso chiqadi dedi. Xo'p, raso chiqmasligi uchun Alloh taolo bironta barg yaratmasa nima bo'ladi ahvol? Aslida Sa'diy Shiroziy rahmatullohi aytadi, aziz gaplari bor. Aqlli odamga, haqiqiy mu'min odamga hamma narsada ibrat bor deydi. Haqiqiy mu'min odamga, Xudo degan bandaga oddiy bitta afandini qissasini gapirib bersang, xuddi hadisdan ibrat olgandek ibrat oladi deydi. Aqlli odam. Aqlsiz odamga hadis aytsang, bu afandini gapi deb tushunadi deydi. Rasa kuladi. Bitta esi yo'q qizichilar ham chiqib olib o'zlaricha hadisni shunaqa qilib tushuntiradiganlar ham bor, kulib. Xudo urib qo'yadi unaqa odamlarni. Endi shu barqazonga o'tirib, tasavvur qiling, tafakkur qiling, o'sha barqazon bizga gapiradi go'yoki. Mana hozir tepada turuvdi, biz yozi bilan shuni tagida soyalandikmi, mashinani ham qo'ydik, o'zimiz ham shuni tagiga kirib soyalandik. O'sha barqazonga chiqib bitta qarangda, o'sha siz bilan bizga gapiradi go'yoki. Xol tilida qanaqa gapiradi? O banda, seni hayoting menga o'xshaydi. Men senga o'xshayman dedi. Qanaqa qilib dengda u yana gapiradi sizga. Men
Mana shu umri mana shu bitta sezonda uni umri. Men mana shu umrim davomida hammani tepasida turib odamlarga men soya qilib turdim. Hamma men tanida soyalandi. Umrim nihoyasiga yetganida endi men oyoqlarning tagiga tushib men qaragin deydi. Go'yoki siz bilan biz o'qib shunaqamiz. Ota, bobo, bola chaqangizga soyabon bo'lib turuvdik. Jon uzilishligi bilan nima bo'ldik? Qop-qora yerda tagi oyoq tagiga kirmayapmizmi? O'sha barq bizga shu narsani tushuntirib qo'yadi aslida. Ibrat olmoqchi bo'lgan odamga har bir qadamda shunaqangi azizlar ibrat bor ekan. Faqat o'sha ibratlarni biz ola olmayapmiz. Biroz ahvolimiz shunaqangi bir og'ir nuqtaga tushib qolgan. Avvalo, ob-havoni yaxshi saqlashni birinchi yo'li bor. Ob-havoni eng yaxshi saqlashni birinchi yo'li shu bo'ladiki, o'sha barqozondan avvalgi yo'li. Mo'min odamlar, nafaqat mo'min, insonlar bir-biriga nisbatan mehrli, oqibatli bo'lsa, mehrli bo'lsa, oqibatli bo'lsa, o'z-o'zidan ob-havo yaxshilanib ketaveradi. Mana oramizda yosh ulug' otaxonlar aytingizlar-da, mana bizlar ham uncha yosh emasmiz, biz ham shularni qisman ko'rganmiz. Buni o'sha 30-35 yillar avval o'zimiz ham ko'rganmiz. Shu ko'cha narigi boshida bir kishi tomini shu bo'lsa, o'sha ko'chaning hammasi hoji bo'lib borarmidi? Hozir nabirangiz chaqirsangiz nima deydi? Bobo necha pul berasiz deydi. Bobo bolam 100 ming desangiz, bobo sizga 100 mingga mardikor topib kelayin. Ana nima? Men 200 ming topolmay o'zim deydi. Hala bu bobo, bu otamni otasi, bu shularda pushkamarim birontasini qiziq yo'q-da. Telefon qilsangiz, bobojon deb yozib qo'yibdi, asta o'chirib qo'yadi. Bobom hozir aniq men ishga buyuradi dedi. Ertalab ko'ruvdi, bobosining uyining oldiga g'isht to'kilgan yoki yemish tashlangan. Ha, toshish kerak-da uni. Ana endi 10 marta qilgandan keyin bobojon o'zim hozir qaytib chiqaman deydi. Ko'ryapsiz-da shular. Qaytib chiqaman degan oqshom soat 10 da kelib, "Bobo, nimaga kunduz telefon qiluvdingiz?" deydi. Yaxshi uxla deysiz, nima deysiz endi? Shunaqa bo'lgandan keyin baraka xel ko'tarilyapti. Azizlar, ko'tarilyapti. Ana o'zimiz ham shu narsani ko'rganmiz. Qo'shnimiz aytsa, shu qonunga o'xshaganda, qonunga o'xshagan go'yoki shunga borishim kerak. Birov so'ramagan, "Nimaga sen unga doljimisan?" demaganda. Balajaqang bor-ku sen demagan hech kim. Vijdonim borgan. Alloh taolo qarang qanaqa barakani berib qo'ygan. Mana hozir ko'chada qarang mashinalar, qanaqa mashina chiqib ketdi. Shular tezligi bizga yetmayapti hozir. Undan tashqari telefonlar yetmayapti. Lekin o'sha paytlarda o'zimiz Samarqandga borardik, bir kunda 3 marta avtobus qatnardi. O'sha avtobus bilan borib, bozor ucharda qilib, ishni ham qilib kelardik. Ya bu men ertaga aytayapman. Hamma shu narsani ko'rgan, to'g'rimi? Yosh ulug'lar. Xo'p, men 20 dan buyoqqa bu narsani ko'rmagan bo'lar. Baraka bor edi. Hozir shunday chiqing, abid bo'lyapti-da. Hali qorningizdagi ovqat hazm bo'lgani yo'q. Ovqat abid qildingiz, hazm bo'lgani yo'q, kechki ovqatlanish turibdi. Orasida ish qilinmay qolyapmiz biz. Yoki bu yolg'onmi bu? Bu deydi, kunlarda ham baraka qolmaydi deydi. Qolmaydi-da. Alloh taolo shuni aytayapti. Agar bandam noshukrlik qilsa, men undan barakani olib qo'yaveraman men deydi. Hozir avtobusda Samarqandga borib kelingda. Shunday borasiz va kelasiz, o'zi shom bo'ladi. Hech narsa olmaysiz. Demak, bandalarda orasidan mehr oqibat ko'tarilindimi? Oqibat ko'tarildimi? Barakani Alloh taolo oladi. Eng katta barakani olishligi ob-havo mana bugungi kunda. Ob-havo ketdi mana, kasallik kelaveryapti. Ob-havo nima daxli bor deyishingiz mumkin. Hozir aksar kasallik o'sha ob-havodan kelyaptimi yo'qmi? Mana hozir больницаga boring, to'la o'zbek kasal. O'zbek bo'lganda ham kasal. Nima uchun? O'zbekni tomi 2 qavat bo'lsa, odamlar ko'ra olmayapti. Bu qaydan olyapti bu deydi. Bu kamoldan bo'lsa, bitta o'zi telefonchi bo'lsa, bu mashinani hayal almashtira mumkinmi deydi. Katta hisob-kitob qilishga o'tdi. Lekin rahmat bo'lsa, doim qo'li yog'iga borib buni qo'yib. Bu qanaqa qilyapti bu tirikchilik deydi. Qanday deydi? Ana shunda bizda shu boy olsa qulli o'sin deydi. Boy olsa buyursin deydi. Kambag'al olsa qaydan olsin deydi. Mana shu kasalliklar bugun suyak-suyakka bir rak bo'lib ketib qoldik-da. Unaqa bo'lmaganda. O'sha mehr oqibat yo'qoldimi? Mana ko'chada ko'ring.
Sal mashina qisib o'tib ketib qoling, bilmasdan nima qiladi? Mana ahvol. Xo'p, biz shunaqa uchun yaralildikmi aslida dunyoga? Adovat, odamlarda bir-biriga yov qarash, bir-biriga hasad. Bular hammasi bizni halok qilyapti. Oddiy misol mana. Kislorodni boshqasini qo'ying. Hadisda Rasululloh nima deyapti mana bu? Hadis hammasida yechim borda hadisda. Ikkita musulmon bir-biriga ro'para kelsa debdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikkita musulmon ro'para kelsa, ular bir-biri bilan ko'rishganda ham ular sukish ko'rishmaydi-yu. Seni palon bilan demaydi-yu. Assalomu alaykum va rahmatullohi, va alaykum assalom va rahmatullohi va hokazo. O'shanda mehr paydo bo'ladi qalbda. Ular to qo'llarini bir-biridan olmaguncha qo'lidagi hamma gunohlar pastga to'kilib turadi deydi Rasululloh. Bugun mana shu narsa yo'qda. Ko'rishga biz vaqtimiz yo'q. Uzoqdan munoqilamiz yoki telefonlashib qo'yishga bugun vaqtimiz yo'qda. Demak, orada mehr oqibat ko'tarilyapti. Mana bir davraga boring. Bitta davrada o'tirib biz tasavvur qiling, tagida anhollar oqib turibdi, daraxtlar turibdi, zo'r manzarada turibmiz. Ammo o'sha yerda bir 30 kishi turib, suhbat ham zo'r bo'lyapti. Rasa bitta isi yo'q bir hasadchi, bir shunaqa bir badbaxt odam kelib qoldi o'sha yerga. Shunaqalar hayotlarda bor. Bir joylarda shunaqa esi yo'q, bir mug'ambirlar bor-da, notomonlar. O'sha yerdagi suvda shaldirog'i endi yoqami bizga? Kislorod ketdi o'sha odam bilan. Mana shuni hamma his qilganmi? Ojiba siz shuni his qilganmisiz? Kamol hoji aka? Siz shunga narsa his qilgansizmi? Zo'r joyda o'tiribsiz, shashlik pishib turibdi. O'tda sizga xulqi bir yoqmayotgan bitta kishi kelib o'tirdi o'sha yerga. İşte tappada bo'g'ildi-da, tamom. Hali kislorod ham ketdi. Shaldiroq suvlar ham ketdi. Ha, abor bo'pti, do'qing biz ketdik aka. Yo, osh pishyapti. Yo, aka, qornim vaqti tug'men deymiz. Qarang, bitta yomon odam o'sha yerda kislorod yo'qotib yubordi. Lekin bitta yaxshi inson bilan o'tirsangiz-chi, ha? Uni suhbati sizga yoqsa, yuzida iymonning nuri bo'lsa, ha? Gaplashganingizda mazza qilib bir muddatga bo'lsa ham shu dunyoning g'amlaridan bir forig' bo'layotgan kishi bilan o'tiringda, ob-havo qiziqtirmay qo'yadi bizni. Yoki yo'qmi? O'shaning uchun azizlar, biz avvalo jamiyatni isloh qilayotgan o'zimiz ekanmiz. Rasul qilayotgan ham o'zimiz ekanmiz. O'sha hadisda Rasul aytdilarki, eng yaxshi odam kim bilasizlarmi? Eng yomon odam kim? Alloh va Rasuli bilguvchi deya Rasululloh ayting shunaqa bo'lay deganda mashhur hadis bu. Bir odamiki uni siymosi sizlarda qalbingizga bir xursandchilik bersa, bir odamiki uni ko'rganda Xudo eslaringga tushsa, bir odamiki uni ko'rganda g'am tashvishlaring biroz bo'lsa ham arisa. Men bu odam Allohning yaxshi ko'rgan bandasi. Xudoning dargohida yaxshi banda deb u ro'yxatga olingan bu. Ertaga u uchun jannat aniq. Dunyoda ham saodat aniq. Endi bir yomon debgan bir ro'yxat ham bor. Do'zax ro'yxati. U odam kim? O'sha ro'yxatdagi odam. U odamni ko'rganda odamlarda dili xunob bo'lsa, kayfiyati buzilsa, uni ko'rganda nafas olish qiyinlashadi. Uni ko'rganda hattoki ibodat qila olmaysiz. Shunaqalar bor. Hali gapda o'tiradi, hojiba bizga ruxsat ketdik deymizda. Bo'lgan shunaqa, hammada shunaqa narsa bor. Yoki taksicisiz, kira qilasiz. 3 ta odam olgansiz qadanga. Bir kishi kerak. Bitta shunaqa odam kelib turibdi. Eshitib ketdik deysiz. Bitta odam puli kerak emas deysiz. Shunaqa odam kelyapti-da. Qarang, shu odamni moshinangizni mindirmaganingiz uchun, alhamdulillah demaysizmi? Bo'lganmi shunaqalar? Mana bo'lgan. Alloh taolo bizga shuni aytayapti azizlar. Endi yer yuzini sizlar bunaqangi barbod qilib qo'yib qo'ymanglar. Yaxshi bo'linglar dunyoda. Dunyoga qaysi birlaring yaxshi amalni ko'proq qilasizlar, biz shuni imtihon qilib turibmiz-ku deydi. Qosim Nanoviy degan bir ulug' Hanafiy ulamo o'tgan. O'sha olim zotning bir shogirdlari kelib dars olib yurar ekan, shu shogirdlar aytib beryapti. Dars olib yurardik deydi. Mashinaga qiziqar ekan, endi o'shana paytda mashinaga deb ot bo'lgan, shunaqa bir markaga qiziqardimki, bir odam juda boy. Kiyimlarda zo'rni kiyadi, atirda zo'rni sepadi, markaba juda ham zo'r. Shu odamga qararar ekanda, o'sha odamga qarab havas ketar ekan. Bir kun dedi qarasam, namoz o'qisam ham shu odamning xayolimga kelyapti deydi. Diqqat qilaydi, shunaqa narsa bugun ham odamlarda bor.
Allohu akbar desam ham shu odamni siymosi ko'z oldimda turibdi deydi. Shunaqangi qo'rqib ketdim. Aslida biz namoz o'qiyapmiz, Allohga ibodat qilyapmizki, bir banda o'shanga yaxshi ko'rib qolganda haligi hayotini. Bugungi kunda shunaqalar bor. Ana endi shunaqangi qo'rqdimda deydi. Xuftonda ustoz oldiga bordim. Ustoz, Xudo meni urib qo'ymasin deb qo'rqyapman. Hattoki namozimda bir odamni men shundan hayolimga keltirayotgan uni mol dunyosining ko'pligi, boyligi, kiyimlarining chiroyligi shu qadar hayolimda egallab olibdiki, men shuni hayolimdan chiqara olmayapman deydi. Hayolimdan shu odamni chiqara olmay qoldim. Namozda ham shunaqa holatga tushib qoldim. Ustoz, menga bir yordam bering dedi. Ustozim kulib qo'ydi-da, bomdoddan keyin kelgin dedi. Kechasi bilan yig'lab chiqdim. Ey Xudo, kechir meni deb. Voqeani tushunyapmiz a? Xudoni qo'yib bir banda insonni hayolini egallab olibdi-da. Buni ko'meri bo'lib qolganda qahramoniga aylanib qoldi. Shunda bomdoddan keyin namoz o'qib bo'ldik deydi. Ustozimizning odatlari bordi. Chochgoh paytigacha o'zining chillaxonasiga kirib o'tirardi, zikr qilardi. Keyin chochgohda chiqib, 2 rakat namoz o'qib, keyin madrasaga dars berishga borardi. Keyin yurgin bolam deb shu qo'limdan ushlabda chillaxonasiga kirgizib ketdi. Menga nasihat ham qilgani yo'q, bir o'qib damam solib qo'ygani yo'q. U zikr qildi, ibodat qildi. Men oldida o'tirdim oftob chiqquncha. Keyin zikr qilib namoz o'qib bo'ldi-da, chiqib ketdik dedi. Allohga qasamki, ustozimdan shunaqangi bir ma'naviy menga bir ruh o'tdiki deyapti. Hali odamni o'zi tugul ismi ham esimda qolmadi dedi. Miyasi to'laligicha haligi telefonda nima deslar buni aka oldim, ana annavet deysizlarmi? Shunaqa qiladi, bu yangilab olish. Men shunaqa qopdi-da. Shunaqa holatga tushdimki deydi, hattoki ustozimni shu barakatidan yelkamda o'tirgan farishtani ko'rishgacha men bordim deydi. Qarangda, shunday bir qiyofalar savobni gunohni yozadiganliklar men shunaqa shu masalan qalam yozsa yonimizda sezilib turadi-yu, shuni bilishgacha men borib qoldim deydi. Ana keyin ko'chaga chiqib shunchalar yangilandim. Bir necha oydan keyin haligi odamni ko'chada ko'rib qoldim. Buni haligi ko'merini. Etib qarab, bir paytda men qiziqqan odam shu emasmikan? Ko'zimga shunaqa oddiy ko'rinib qoldi deydi. Qarangda, demak hayot qanaqangi odamga tatiyapti. Bir Xudoning do'stini topishimiz kerak ekan aslida. Bir Allohning do'stini topsak, o'sha Allohning do'sti bizga ana shunday haqni anglattirib qo'yib qo'yadigan bo'lsa, biz inshaalloh shu najot topar ekanmiz. Dunyoda hammani bir ko'meri bor-da. Hammani telefoniga qarangda, bitta millionerlar klubiga a'zo bo'lgan. Mana buni eshiting dedi bir muttasi. Umuman menga qiziq emas-da o'shani. Bitta mashinasi olibdi, mashinasini qarang, bu O'zbekistonda bitta ekan. Dunyoda o'tmayman, men uni nima qiziq bor uni menga? Nima ovqat deyapti? Nima ichyapti? Shungacha bilar ekan ey. Bir kun bitta SUV degan hech esimdan chiqmaydi. Bir katta davrada o'tiribmiz, ahli ilmlar o'tiribdi, olimlar o'tiribdi. Eshitib turibman, o'sha olimlarning gapini eshityapman shaxsan o'zimman. Shunda ichida bittasi kecha futbolni ko'rdilaringmi dedi. Futbol. U futbolda nima aloqasi bor? Paloncha deb bitta o'zini endi otaning aytib o'tirmak shart emas, ta'sirlanganimni aytayapman-da. Shunaqa deb gapni haligi olimlarning gapini to'xtatib qo'yib o'zini gapini bosib yordida. Falonchi futbolchini qarang deb bir xunuk gapni gapirsalarmi, u mana buni qilib tuflaydi deb qarang. Satqiy odam ketdi. Xudo shu uchun yaratdimi? Bir musulmon emas-da o'sha odam. Aytgani musulmon emas. Bir ahli ilm o'tiribdi, ahli ilmning oldidan sen bir Xudoni oldiga boradigan yo'lda topib ketishing mumkin edi-ku. Bu nimani gapirib ketyapti? Ahvolda qarang-da. Hay. Bugun shunaqa narsa o'zimizda ham bo'lyapti. Qanchaga umrimiz bor? Xudo taolo ertaga oxiratda huzuriga borganimizda, bandam dunyoga kelib nima ish qilding? Meni bitta buyrug'im bor edi. Ey yo'llardan amr taqulloh va kunu ma'as-sadiqin. Buyrug'imni eshitganmisan shuni? U buyruq shundan iboratki ma'nosi, o iymonli bandalar, Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar va yaxshilar bilan birga bo'linglar. Topinglar yaxshini deyapti Xudo taolo. Yaxshi bandani topsalaring, shu yaxshini oldida menga olib kelayotgan yo'l bor deyapti. Ularda shunaqa ruhini ko'tarib qo'yganmizki, mana bittasidan hozir misolni aytdik. Qarang, miyasini qamirab olgan dunyoviy fikrdan forig' bo'la olmay turgan kishi shu ulug' kishi oldiga boryapti-da, azgincha o'tirib ma'naviy ruh olib, qanaqangi miyasi yangilanib qolgan ekan. Shu narsani o'zim ham ko'rganman hayotimda.
Bir katta muammom bo'lgan bolaligimda. O'sha muammomda borib bir palonchi ustozimiz bo'lar edi. Yosh ulug' kishi ustozimizga borib bunaqa tushuntirib bir yo'l axtaraman deb borib, yarim soat oldin suhbatlashib o'tirib, shu muammom arzimas narsaga aylanib qolganda, aytishga uyalganman. Bu muammo emas ekan-ku deganman. Qarang, ilm ahlida, Xudoning shunaqa yorliq qilgan bandalarda shunaqa bir ilohiy nur bo'lar ekan. Bugun shu narsadan mahrum bo'lib yurgan odam, demak o'zini o'zi baxtsizlikka, o'zini o'zi shunaqangi bir holatlarga urib qo'yib qo'yar ekanda. Abdulxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhi aytadi, kunlarning birida dedi, dars qilib turibdi. Endi u paytlarda shunaqa uslub bo'lganki, tog'larga, bir daryolarga, adallarga chiqib dars qilinganda, bugungi kunga o'xshab konditsionerda qo'shib olib, yaqdagida uyqusirab dars qilinmaganda, o'sha yoqlarga borib da'vat qilib darslar berilardi. Hamma shogird o'tirar ekan, illo G'ijduvoniy hazrat o'tirmas ekanda. Shuni ustoz bilgan, oxir yonida bittasi, "Nega o'tirmaysan? Har kuni shunaqa qilyapsan?" desa, "Ishing emas. Ishni darsini qilavergan" desa, ustoz shuni tik turishi bizni g'ashimizga tegyapti. "Ayting o'tirsin" desa, "Bolam o'tirgin" debdi ustozi. Keyin Abdulxoliq G'ijduvoniy shuni yig'lavergan ekan. "Ustoz, kechiring, men o'tira olmayman." Nimaga? Qaysi maysani ustiga o'tirmoqchi bo'lsam, "La ilaha illalloh" degan ovozni men eshitib turibman degan ekan. Men qandoq ular ustiga o'tiraman degan ekan. Titrab, oyoqlari qaltirab ketsa ham soatlab tik turaverar ekanda. La ilaha illalloh deb turibdi. Har bitta o'sha maysa, har bitta dovdara tosh shoxshaba. Alloh taolo shuni Qur'onda aytgan. Ammo sizlar ularni bilmaysizlar-da. Bor mavjudot boriki yer yuzida. Hammasini tasbih va tahlilahu, tasbihi bor, tahlili bor, hamdi bor. Ammo uni sizlar eshitmaysizlar, uni sizlar bilmaysizlar deydi. Eshitish uchun, bilish uchun nima qilish kerak desa, sizlar ham shularga o'xshab tasbih aytsanglar, shularga o'xshab hamd aytsanglar, keyin ularni eshitasizlar deydi. O'sha uchun nima uchun avliyolar bularni eshitib qolgan, bilib qolyapti. Doim ular bilan ana shunday birga zikr qilib yurgan odam ularning ovozini eshitayotgan qolar ekan. Havuzlarning bo'ynida biz deydi, dars qilib o'tirsak, qurvoqlar vaq deversa, "Ey, vaqqilamay o'l" deydi ba'zilar. "Men qo'rqib ketadim, unaqa demanglar, Allohdan qo'rqinglar" dedim deydi. Ha, nimaga buni vaqqilagan asabga tegyapti? U vaqqilamayapti. U vaq demayapti, u haq deyapti der ekan. Alloh taolaning al-Haq ismini zikr qilgan o'sha qurvoqlar. Faqat biz gumroh bo'lganligimiz uchun bizga vaqqilaganday tushunar ekan, eshitilar ekan. Ayb bizni quloqimizda ekan. Mana bir da'vatchi odamning oldiga borib o'tiring, umuman tushunmasangiz, nima deb valdiryapti deysiz-ku. Shunaqalar bo'lyapti-ku. Mana bu odamni qani nima deb valdiryapti deb u valdiramayapti u. Gapini tushunmayapti xolos. Gapini bu tushunmayapti. Lakanaviy hazrat oldimga ikkita budga sig'inayotgan bola keldi. Davangday bu haykalga sig'inib yuradi dedi. Olayotgan bo'lsa kerak, tabarrukim bo'lib qolsin. Hazrat uyimga yuring, onamiz bizni qo'rqityapti dedi. Musulmon emas ular, lekin odamgarchi yuzasidan mahallaga turardi, bordim oldiga dedi. Qarasak hammasi budga sig'inayotgan budparastlar. Borsa onasi arab tilida gapirayotganimishda, ayni ular tushunmaydi ular, o'zlari hind bo'lgan ular. Qala hada rajulayn qumna dukhulul jannah deb yotibdi emishda. Ayol gapiryapti shunaqa qilib. Hanetda ikkita odam turib olib, "Tur, jannatga ketdik siz bugun" deyapti deydi. Hay bu onalarga ajib gapni gapiryapti-ku, bu oddiy gap emas. Farishta kelibdi onalaringga. Malakul mautlar kelibdi onangga. Lekin onang ibodat qilganmi? Yo, onam butparast bo'lgan. Nima uchun onangga u ikkita farishta kelib jannatga ketdik deyapti? Desa, bironta bir Xudoga ma'qul kelgan bir yaxshi ishi bormi desa, aytgan ekan. Onamizning bitta ishi bor edi, agar shuni Xudolaring qabul qilgan bo'lsa, Xudolaring deyapti, Xudomiz ham demayapti. Chunki ular butparast. Onamizning bitta ishi bo'lardiki, sizlar musulmonlar hayya alas solah, hayya alal falah deb azon aytsanglar, biz bolalikda ham chopib yurardik. Onam o'tir, bolam jim o'tir. Musulmonlar azon aytganda yursang, ularda g'ashi keladi. Ularda eng buyuk bir ibodatga chaqirayotgan sadosi bo'lyapti. O'tir, bolam o'tir deb shu bolaligimizdan shuni bizga singdirib qo'ygan. Bizga shu miyamizga privichka bo'lib qolgan, ko'chantib aytganda. Odat bo'lib qolganki, bizga shunaqangi ixtiyor bo'lib qolgan. Hozir musulmon emasmiz. Shuni eshitsak o'tirib qolamiz o'zimiz. Chunki ona shuni o'rgatib katta qilib qo'ygan. U azon bizga qiziq emas,
itoat ham qilmaymiz. Lekin onam bizga shuni o'rgatib qo'yib qo'ygan. Desa, ha, onangga Alloh taoloni qilayotgan yaxshiligi shundan ekan. Bir musulmonlarni azonini hurmat qilganligi uchun onalaringga Alloh taolo jannatda nasib qilib turibdi dedilar. Endi azonda o'zini aytuvchi odam bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ha? Azonda hayya ala solah, hayya ala falahga agar biz quloq solib keluvchi bo'lsa qanaqa bo'ladi? Endi o'sha paytda boshimizni sajdaga qo'yib subhana robbil a'la, men sig'inayotgan Xudo hamma narsadan buyuk. Bu zotning oldida muammolarim hammasi orqada qoladi. deb Robbimizga ana shuni o'zimiz topshirsak, muomala qanaqa bo'lar ekan bizga inshaalloh deb o'ylaysiz. Demak, qarang, aytmoqchi bo'lgan gapimiz xulosa shuki, u bolalar nima uchun o'sha onaning gapini tushunmadi? Chunki ular onani bilib turgan narsani bular bilmasdi-da. O'sha uchun hagi qurbaqani ham vaqillayapti degan odam uni asl haqiqatini tushunmaganlikdan eganda. Mana do'stingizga boring. Endi ichni tashla endi. Ha, bu to'polon qilishni endi tashla. Vaqti kelmadimi? Masjidga kirish desangiz, "E'qimni qo'y" deydi. Tushunmayapti u nima deyotganingizni. Aslida siz nimani tushuntiryapsiz? Najot. Men kecha jumada ham aytdik. O'layotgan odam jon beryapti. 6 oy yaxshilik qildik, dor-darmon berdik, uni boqdik, yedirdik, ichirdik Alloh uchun. Endi o'layotgan paytda la ilaha illalloh degan desa, "Ya, aytmayman" deyapti. Tushunmayapti buni. Endi dunyodan biz ana shunday haqni tushunmay o'tib ketguchilardan bo'lmayasizlar. Alloh taborak va taolo ilohim siz bilan bizni musulmon qilib yaratib, mana shu masjidlarda eshigini ko'rsatib qo'yib qo'ydimi? Demak, bu masjid eshigiga shunday kiryapmiz, chiqyapmizmi? Allohning rahmati bor bu yerda. O'zimizni isloh qilaylik. Biz isloh qilsak, o'zimizni qarang, jamiyatga qanaqa foydamiz tegar ekan. Biz o'zimizni isloh qilsak, mana shu meva-chevalarga ham, ekindigini hammasiga manfaati bor. Musulmon inson agar o'zini isloh qilmasa, ana shu ekin-tikinlarda ham mazza ta'm bo'lmaydi. Mana hozir bironta meva-chevangiz bundan 20 yil avvalgidek ta'mi yo'q bugun. Kim qaqa borsa mana shu haqiqat hamma ko'rib o'tiribdi. Nima uchun? Dedi yer silitaraga o'rganib qoldi. Yer silitaraga o'rganib qolgan yo'q, shu yer Allohning yeri. Faqat haligi chopilayotgan ketman bismillah deb chopilmay qo'ydi bugun. Alloh uchun deb bugun muomalalar bo'lmay qoldi bugun. O'sha uchun hamma narsadan nima bo'lyapti? Baraka xayr ko'tarilib ketyapti. Alloh taborak va taolo hammamizni holimizni isloh qilsin. Holimizni isloh qilishligimizda o'zi bizga ko'mak bersin va bu qisqagina umrda yaratgan egamizni rozi qilib yashashlikni Alloh hammamizga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Vaqtimiz yo'qoldi azizlar. Xo'p, duolarimiz bor ekan. Dilshod aka Rossiyadan qurilishga $100 ehson qildilar. Alloh qabul qilsin. Bir birodarimiz 1 million ehson qildi. Alloh qabul qilsin. Hamza aka olis safarda ekan, bemor ekan, musulmon kishi ekan, yaxshi inson ekan, juda og'ir ekan, haqlarga duo qilaylik azizlar. Alloh shifo bersin birodarimizga ham. Marhuma Zaynab hoji ona haqlariga duo ekan, marhum Xudoyberdi aka haqlariga duo. Ustozlarga ovqat berib turganlarning haqlariga duo qilamiz. Yana 2026-yil uchun obuna boshlangan Hidoyat jurnaliga, Islom Nur gazetalariga va bularga ham harakat qilamiz azizlar. Va yana oxirgi e'lonimiz inshaalloh ertaga tunovga safarimiz ba'zi sabablarga ko'ra orqaga qoldida. Mana shu oyni sharofati bilan fazilatidan umid qilgan holatda 12-oktyabr kuni umra safarimiz bor. Agar safarga birga boramiz degan zabardastlar bo'layotgan bo'lsa-ki, uchrashlaringiz mumkin. Sanoqli joylarimiz qolgan, 6 yoki 7 dona joy qolgan. Umraga borish xohlaganlar juma namozidan keyin kelib uchrashlaringiz mumkin bizga. Duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Yaratgan Robbimiz Alloh avvalo hammamizni inson qilib, musulmon qilib yaratganliging uchun o'zingga shukrlarimizni aytamiz Parvardigoro. 4 oyoqlab emaklab yuradigan hayvon qilib qo'ymading Allohim. Ko'rib turibmiz, qorni bilan sutilib yurguvchi hayvon qilib qo'ymading Allohim. Mana shunday bir ichimizdagi gaplarni ifoda qilib beradigan, masjidlarga kelib sajda qilguvchi musulmonlarni qilib yaratding Allohim. Bu uchun o'zing zotingga munosib shukrlar hamdlarimiz bo'lsin Allohim. Mana shunday bir ulug' martabaga bizlarni erishtirib qo'yding, hammamiz inson qilib, shu martabaga hammamiz loyiq bo'lishligimizni tavfiqini bizga ato qilgan Parvardigoro. Allohim bu jamoatga uzoq yaqindan namoz qilganlarimiz kelib turibdi. Qo'shni tumanlardan kelganlar bor, boshqa viloyatdan kelganlar bor, ko'zimiz tushdi Parvardigor.
uzoq yo'llarda yurib kelganlarda Alloh taolo hammalarini qadmiga o'zing xazonda ato qilgin, o'zing roziligingni ato qilgin. Allohim amin deya qo'l ko'tarib bergan hamma azizlarimiz dilida nimaiki istagi bo'lsa Alloh istagiga o'zing yetkazgin. Yuqorida ismi zikr qilinganlarda murodlarni hosil qilgin, bemorlarga o'zing shifo bergin. Bu masjidimizni qurilishiga ishtirok etib turganlar, inson qilib turganlardan Alloh taolo o'zing rozi bo'lgin. Alloh hammamizga o'zing go'zal hayotda o'zing ato qilgin. Yurtimizni tinch osoyishta qilgin, xalqimizni farovon qilgin, yurtboshimizni omon qilgin, fitnadan hammamizni o'zing saqlagin. Allohumma solli va barik ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.